Internetda noodatiy va qiziqarli tovarlarni juda ham ko'p ko'ramiz va odatda ularni reklamada ideal qilib ko'rsatishadi. Lekin hayotda har doim unaqa bo'lib chiqmaydi. Bu rubrikada aynan shunaqa tovarlarni biz sotib olamiz va eng asosiysi har bittasini biz sinovdan o'tkazamiz. Itak bo'lmasam vaqt yo'qotmasdan boshladik. Birinchi mahsulotimiz bu shunaqa noodatiy yong'oq chaqadigan uskuna. Reklamada aytishligicha mana shunaqa oddiy prujina va temir yordamida har qanaqa yong'oqni chaqsa bo'lar ekan. Ko'ramiz. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, taxminan mana shunaqa qilinadi. 1 2 Boshda hamma yoqqa sochilib ketsa kerak deb o'yladim, lekin unaqa bo'lmadi. Bir necha marta sinab ko'rdim va hammasida a'lo darajada uddasidan chiqdi. Umuman olib qaraganda, bu uskuna o'zining vazifasini bajardi, lekin qanchalik bu qulay usul bilmadim. O'zingizlar baho beringlar. Lekin noodatiy va qiziqarliligi aniq. O'shaning uchun bu tovarga 10 dan 9 ball qo'yishga qaror qildim. Keyingi mahsulotimiz bu olma artgich. Reklamada aytishligicha mana shunaqa lezviyasini aylantirsa, olma postini ingichka, tez va oson artib berar ekan. Itak, bilmadim, mana bu tarafdan taxminan mana shunaqa kesib ko'ramiz. Hop, birinchi urinishda olma chiqib ketdi. Sababi ninasiga yaxshi kirgizmagan ekanman. Ikkinchi urinishda a'lo darajada bajardi. Ketdik. Davom etamiz. Hop. Ideal. Komplektida yana qo'shimcha kesadigan lezviyasi bor ekan, lekin uni ishlatish uchun yaxshigina kuch sarflash kerak ekan. Olma yaxshi artilgandan keyin boshqa mevada ham sinab ko'rdim. Mana kelyapti. Mana hozir qaytadi. Bitta aylanib kelgandan keyin уже qaytar ekan. Hop. Hop. Ya bunda sal Yo'q, faqat olmani yaxshiroq qilsa kerak. Bunda уже qoldirib ketdilar pavoska qilib. To'g'risini aytsam, uskunadan unaqa katta umidim yo'q edi, lekin kutilmaganda juda ham sifatli chiqdi. Rostdan ham tez va juda qulay. Menimcha 10 dan 10 ballga arziydi. Bu dunyodagi eng kichkina tuxum pishirgich. Bu video chiqishidan oldin hatto bunaqa narsa borligi haqida ham bilmasdim. Xullas, mana shu idishga ozgina suv solinar ekan va tokka ulangandan keyin 15 daqiqada tuxum tayyor bo'lar ekan. O'zi ko'pincha tuxum qaynatayotganda ko'plarning asabiga tegadigan narsa bu pishgandan keyin po'sti yaxshi olinmasligi. Lekin bu uskunada unaqa muammo bo'lmas ekan. Hozir ko'ramiz. Tuxumni olib suvga solamiz, sovitish uchun. Vроде pishganga o'xshyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Paka yaxshi. Yo, mana zo'r olyapti. Mana. Hali ham parcha qoldi tuxumdan. Ikkinchisini ham ko'ramiz. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Eng asosiysi bu yoqda ichini ko'rish kerak. Ichi ham zo'r. To'g'risini aytsam, menga bu mahsulot yoqdi. Juda ham qulay, tez va eng asosiysi anchagina suv tejalar ekan.
Faqat juda ham kichkina deyotgan joyimda internetdan yana har xili chiqib keldi. 7 tali, 12 tali, taymerli va temirlilari ham bor ekan, premium sifatdagilari ham. Agar xohlasanglar keyingi videolarda albatta ko'rib chiqamiz. Bu mahsulotga ham men 10 dan 10 ball qo'ydim. Keyingi mahsulotimiz kichkina portativ sabzavot maydalagich. Vektorda bizani bunaqa shotkasi kutyapti. Lekin bu hozir bilamiz. Meva maydalagich o'zi. Xo'p, nasatkalari bor, har xil vaziyatlarga. Lezvalari. Tak, дополнительно keyin artishga ham bunaqa bonusiga solib berishibdi. Artib ketishib ham. Instruksiya. Tak, zaryadka uchun simi va yana bitta qanadir bilmadim lopatkasi. Xo'p, zaryadkasi bormikan buni? Bor ekan. Asosan chesnok, qalampir va har xil ko'katlarni maydalar ekan. Komplektida 2 xil nasatka bor ekan, bittasi mana shunaqa maydalab tashiydi. Mana bunaqa qilib maydalab tashladim. Demak, o'sha chesnokka prям yaxshi ekan. Sonli ikkinchisi lomtiklarga bo'lib berar ekan. Qo'ydim. Mana shu narsa zo'r. Bitta bunaqa prям dumaloq lomtik qilib berar ekan. Ana endi men bu uzunni qilsa ham bo'ladi. Reklamada sosiskani ham maydalab ko'rishdi, shunga men ham sinab ko'rishga qaror qildim. Anna. Yo'q, ozgina qiynalar ekan sosiskaga. Umuman olib qaraganda bu mahsulot o'zini vazifasini bajardi, lekin men oshxonadan yiroq odam bo'lganim uchun qanchalik bu oshxonada kerakli va foydaliligini bila olmadim. O'shanga agar ayollarimiz ko'rib turgan bo'lsa, izohlarda fikringizni bildiringlar. Itak, tuxum qaynatishni o'rgandik, endi tuxum sindirishni o'rganamiz. Bu uskuna tuxumni sindirib, sarig'ini ajratishga yordam berar ekan. Boshida buncha ishonmagan edim, har doim yaxshi aniq sindira olishiga, lekin uddasidan chiqdi. Tuxumni sarig'i mana shu idishga tushar ekan va oqi chetidagi teshikdan chiqib ketar ekan. Umuman olganda bu noodatiy uskuna menda yaxshi taassurot qoldirdi. Endi tuxum sindirish uchun har xil joylarga urib yurishni hojati bo'lmaydi menimcha. Bu tovarga 9 ball qo'ydim. Xullas shunaqa gaplar. Bugun sizlar bilan oshxona uchun eng noodatiy va foydali tovarlarni sinovdan o'tkazdik. Agar videoda sizga qaysidir tovar ma'qul kelgan bo'lsa, Kuryer nomli Telegram kanalimizga o'tib buyurtma bersangiz bo'ladi. U yoqda yana boshqa foydali tovarlar juda ham ko'p.